İmom Buxoriyning qabri 10-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. Mana endi 2 daqiqaga e'tibor bering. Bu joylar o'zi aslida masjid emas, qabriston bo'lgan. 9-asrlar. 16-asr yarmiga kelib Buxoro xon Abdullaxon masjid qurdi. Qabrlar tilovat bilan arqa tomoniga ko'chirib o'tkazildi. Hozir ham arqa tomoni qabriston, hozir ham. Az mehmonlar bu ziyoratgoh Sovet ittifoqi davrida omborxonaga aylanadi. Bu yerlar butun dorixona xarobalik. 1956-yillar. Mana bu tomonlari yontaq o'tgan, chang bosgan ko'chalar chang, yon atrofi yontaqzor, xamizzor. 1956-yili Indoneziya prezidenti Sukarno Moskvaga davlat ishi bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilishlikni so'rab qoldi. Imom Buxoriy o'zi kim? Qabri qayerda hech kim bilmagan. Topinglar deydi O'zbekiston, Buxoro. Buxorodan topolmagan. Necha kun deganda mana shu yerdan topib qarasa, butun xarobalik. Mehmonni olib kelishga ruslar uyaladi, aytadi, o'lkamizda uzoq joyda ekan. U yerlarda samolyot qo'nadigan joy yo'q. O'zimizda mana Lenin mavzoley bor deganda Sukarni ko'ziga yosh oladi. Men niyat qilganman Imom Buxoriy hazratni bir ziyorat qilayin. Hatto men piyoda bo'lsa ham borishga tayyor bo'lib turibman deydi. Qarang, olib kelgan poyezdda majbur. 3,5 kun berilardi butun tozalagan ko'chalar asfalt bo'lgan, yon atrof og'irlangan.